Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamay yuribsizlarmi usulida? Bizning ham chiqishlarimiz kamayib ketdi, chunki issiqligiga 2 kunda bir ovqat qilib o'shanyapmiz. Ko'p ketmayapti-da o'shancha. Bugun Karom bilan Tokdan galopsiya qilishim kerak. 1,5 kilocha go'sht и 1 kiloga yetmas guruch и piyoz, zira, tuz, bo'ldi, yog'. Bu yerda mana karomlarim qaynatib qo'ydim. Piyoz va achchiq ekan. Ko'zlarim yosh kelyapti. Chiroyli qilib ilvillatmasdan qaynatdim va sovchga qo'yib qo'ydim oynaning tagiga. Bu yerda mana o'zim hozir sarchirovka qilyotganlar, guruchga, moshga qilib. Hozir bolani olib kirib ketdilar. Uxlatgani makaronlarni hammasini отдельно qilib paketlarga kecha guruchlar olib keldik. O'shalarning hammasini bo'lib chiqyaptilar. Chelegiga. Bizda shunaqa cheleda turadi, mana bunaqa bankalarda bizda bo'lmaydi, chunki biz kam olib kelmaymiz, ko'pchilik bo'lganimiz uchun ko'p qilib olib kelib qo'yamiz. Keyin kechaginda xo'jayinim tok olib kelibdilar, uni ham hozir ko'rsataman. Mana bunaqa tok olib kelibdilar, svejiy anaqadan bu. Tokdan, yangi tokdan demoqchi edim. 10 ta paklashka olib kelibdilar. Qishgacha yetsa yetmasa yana aytib yuboraman dedilar. Bu Parkentdanmi, Zarkentdan olib keltiradilar. Bularni hozir hammasini kapchamiz tagiga joylashtirib qo'yadilar. Undan oldin 4 ta olib kelib beradilar. 4 tadan 2 tasini ishlatdik, 2 tasi qoluvdi. Bugun o'shalarni ishlatib yuboraman, bularni esa pastga qishga qo'yib qo'yamiz. Mana karomlarim o'rab chiqaman. Har bittasini bitta pallani ikkiga bo'lib o'rayman. O'yjonga shunaqa yashillar yoqadi. Ikki tomonini bir tomoni ochiq turar ekan. Chiqib ketmaydi hech qachon. Bizda svet o'chib qoldi. Ertalab ham o'chganda, hozir yana o'chib qoldi. To'q qilib bitta qo'lda olaman, bitta qo'lda sovaman. Buyurmaysizlar. Ashna qilib o'rab oxirida mamtimda ketib bosib qo'ysam bo'ldi. Chiqib ketdi. Endi mamtim to'g'rilolmadim, hozir bitta qo'lda. Shunaqa qilib o'rab chiqarma, ochilib ketmaydi bular. Boricha turadi, shunda pishadi. Keyin ovotganda kapkirlada olmayman-ku. Unda qoshiqdagi kusachkada olsam, umuman ochilmaydi endi. O'zi pashti karomim tugab qoldi. 2 ta 3 ta kusok qolibdi. Keyin tokka o'tib ketaman. Tokka hali ochganim yo'q. Lekin karom o'zi ham 40 tacha chiqdi shekil, hozir o'zida. Biz yana ko'ramiz. Hali qiymam bor. Faqat shu svet o'chgani sal chatoq bo'ldi deydi-yu. Davom etamiz. Shuning uchun to'liq video ololmayman, o'shani ko'zlarim qamashib ketyapti qorong'uligiga. Mana tokimizni tugib bo'ldik uje. Yarimi tok, yarimi 2 ta karomdan tugildi. O'zim aytish yana svet-yu battar anu. Ish orqaga qolib ketdi deydi-yu. Bu yerda polni oshxonani yig'ishtirib bo'lishdi o'zligi. Saragini sarakka, puchug'ini puchuqqa qilib bularni tagida guruchlarimiz shunaqalar turadi, o'shalarni tozalab, artib, faqat plisosga svet yo'qligi alam qilyapti. Hop, uje buni sop qo'yaman. Qozonga soat 4 bo'libdi uje. Bitta kartoshkani qizartirib, buni terib yuboraman. Mana bitta idish tovalarim ham bor. Hozir ko'rsataman ularni ham. Bu yerda mana dugonalarim kutyapti. Bularni ham yuvib qo'ysam maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana azizlarim, anaqa qildim. Kartoshka solib mana shu bu yerda teryapman. Karom tok aralash qilaman. Ikkala qozon ham bir xil bo'ladi shunda. Xo'p, bitta narsa ko'rsatayim sizlarga. Odam qilaman desa qilig'i ko'p-ku. Yaqinda Xudo xohlasa 12 kundan keyin Qurbon hayiti. 12 kundan keyin, 7 kundan keyin. 12 kundan keyin ekan. Xullas uzunda qo'y deb yozsanglar, qo'y chiqib kelyapti. Endi bemalol uzundan zakaz qilib sotib olsanglar bo'lar ekan. Internetim ishlamayapti, xullas mana. Kimga kerak bo'lsa uzundan zakaz qilinglar, mol bozorga chiqib o'tirmasanglar ham bo'lar ekan. Ajoyib.
Hop, mana tervonni aralash qurulash qilib, ikkalasiga ham bir xilda. Mashigina qoldi. Yayrab pishadi, xudo xohlasa. Hozir ertaga ketasizmi deyaptilar, qaynisinglim. Ertaga uyga borib kelishim kerak. Yotgan ruxsat berishadi. Yordam yotib keling deb javob berishadi. Yotgan. Уже qololmaydigan bo'lib qolganman, bilmayman. Shu yoqqa qaytib kelaveramiz. Kechqurun yana oyim bilan adam jahlligi chiqadi. O'zi kechqurun o'zi 3-4 da boraman, 2-3 da boraman-da uyga. Soat 2-3 da obedda boraman, zo'rg'a yo'lga chiqib qolaman. Yana voqlik ketasanlar deb ushshadi. Lekin har doim hisob beradilar, oyijon qachon borgingiz kelsa ketavering deydilar. Yarimta chiqdi, mayli yayrab chiqishadi. Yayrab pishadi deganim. Shu ertaga ketishim kerak, o'zlariga shu ertaga ham borishga erinmayman, to'g'risi. Bu bolali bo'lgandan keyin hammada shumi? Borishga ham erinishadi. Vrodi avtobusda, metroda ketmayman, taksida ketib, taksida qaytaman yoki bular borib, bular keladilar. Hojon shunga ham erinar ekan odam. Lekin chiroyli chiqqani bir xilda. Birinchi marta tok o'rashni o'rganganimda oyim yo'q edilar-da, Turkiyada edilar shunaqa. 3 kun tok qilganman. Faqat obedga ham o'rgangan. Qilganman, oxiri adam aytgan, "Bo'ldi qizim, boshqa ovqat o'rganga, iltimos, to'ydim o'sha tokdan" deganlar. Ovqat qilsam adamni buvimni gaplari esimga tushib ketadi. Hop, o'sha ustiga suv quyib qo'yaman. Tuznamagina boya kartoshka solganimda solib bo'lganman. Mana shuncha suv ko'p solaman. Usti to'la pashti. Yopib turibdi-da. Nimaga kimdirlar suv soladi, bitta qozonni qopqog'ini yopadi, bitta qaynab chiqib, shu bilan past qilib pariga pishiradi. Bizda buni suvini ko'p soldim. To mana galib suylarni tegiga sal cho'kishi bilan keyin demlayman. Unga uchun to qaynab guruchli ishib oladi. Bu suv tortib. Bu oyjonni retseptlari bo'yicha men birinchi yo'lini aytgandim. Meni qizli uyimda shunaqa bitta qaynab chiqqandan keyin past qilib qo'yiladi. Bu yoqda yumshoqqina yeyiladi, u yoqda esa guruch nisbatan sal tirikroq yeyilar ekan. Hop, mana ishlari ham chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. O'sha bitta qaynaydi, shu bilan 15 minut qaynab turadi. Tegmayman. Tegin sal pasaytiraman, prosta qaynaydigan darajada turadi. Hop, koklet ham qilishim kerak edi. Bolalar ishxonasiga ovqat solib ketishligiga bir xil payt suv ovqat bo'ladi, bilasizlar. Suv ovqat berib o'ramayman, o'shanda solib ketishligiga koklet qilishim kerak. Svet o'chib qolib, dangasalik turib ketdi deydi-yu. Hop, sal turib yana video olaman, sababi bunga chesnochli souslar tayyorlaymiz birgalikda. Mayli, hozircha qaynab 15 minut qaynaydi, keyin dimlab qo'yaman. Uni videoga olamiz, xafa bo'lmaysizlar. O'sha bu yog'iga tezroq ishlarimni qilib olishim kerak. Ovqatimiz ham pishdi. Sizlarga yoqimli ishlar, sizlarga esa xayr, salomat bo'linglar.